Hammaga anjoncha shapaloq akalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Grinch RP bo'lyapti. Va men bugun O'zbekiston qilmagan Toys Matryoshka RP degan o'yinni 24 soat o'ynab, nimalarga erishish, nimalar bo'ladi, qanday asablarim buzilib, tomonlar yollaydi, shularni ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin hamma so'ragandek men ham like bilan obuna bo'lib qo'yishni istinglardan chiqarmanglar deb so'rab qolaman. Qani bo'lmasam ketdi akalar. O'yin boshlashdan oldin 31-serverni qidiryapman. 31-serverni qarasam, oshlarim o'ynayapti. Davay men ular bilan shu yerda video olib, oshlarim tanitay deb. Ismimni Grinch Monte Carlo deb qo'ymoqchi bo'ldim. Panama Code degan joy bor akalar. Agar Matryoshkada yangi bo'lsanglar, o'sha yerga Crown Vid deb yozib qo'yinglar. Grinch termanglar, Grinch Panama Code hali ochilmagan. Mana bizda Crown Vid Panama Code'ni ko'rib oldik. 2 kunga eng tez mototsikl bilan hamma skin beradi. Hozir zadaniyaga kirib nimalar qilishimizni ko'rib o'tamiz. U ana Ulidenalarga 10 ming so'm xarid qilyapmiz akalar. Matryoshka bizga ehson qilyapti 10 ming so'm. Albatta bularni sahiylik yo'li bilan qaytaramiz. Ha, OPG Tambolskiga adashmasam. Mister aytayaptiki, mobil hisobingga 1000 so'm sol deyapti. Men masalan boy inson bo'lyapti, 100 so'm soldim. Hozir endi 94 so'm solib kelgan pulni hozir olib, keysda aylantirib ko'ramiz. Omadimiz kelsa bir mashina ham tushirib olsak, shu payt zo'r bo'lar. Navichkalar hamma shaxtada, kazlikda yuradi. Endi biz ham ularga boramiz. Shaxtaga meni sabrim chidamaydi. Tezroq boy bo'lib ketishni xohlash sababli mana ularni sotib keyin keyschani baraban qilamiz. Qani chertish. Qisqacha bu yomon narsa emas. Chertish bu mashinani turing qilish uchun kerak bo'ladi. Hozir endi avtoshkolaga pravo olgani boramiz. Qanday u besprava mashina emas. Bitinimiz skuterda yurishim kerak. Pravo olishdan keyin GPS berib olib turib, mana ближайший место, то есть общественное место, общественное местоga tanlab avtoshkolani ustiga bosamiz. Akalar, sizlar men uchun uzoq bo'lsa, sizlar uchun 1 sekund. Qalaylar. Uzun hayajonlanib ketdim. Voy billa. Kayfiyat ko'targan holda avtoshkola deb yozib qo'yganiga shu makonga kirib, bitta 100 to'laman deb kiryapman. Men omadimni bersam, desam yo'q deb yorib ekan. Qani omadimiz bersam. O'qib olgan yaxshi bor, pravani puli sotib olganman. Akalar hozir tezda pravani boshdan topshirib olib, korotka video ko'raman. Va ko'rishinglar mumkin o'zim. Daniel tezlikda hayotdan o'tkazgan. Radarga tushmasam bo'ldi. Tushgan pullarimni sekin kiyim-kechak olib, qaytyapmiz. Oxirgi burilish keraklar. Burilib qo'ygan. Aytyapti, anaqa pravo oldingiz biradi 100 ta 100 tur yuzyapti. Endi sekin skuterni qo'lga olib, kazga oldim. Ana kazga keldi akalar. Kirib dori topib chiqqan bo'lsa, endi duochani sayib bo'lsa men shu apparat o'ynaymiz endi. Bor pulimni manzarashimga tikib, hozir ko'ramiz nima bo'ladi. Pastga bo'ladi desam, Mo'minjon tepaga chiqib qoldi-yu. Shu joy asablarim buzilib ketib, o'chirib dedim, men shu video olyapman deb esdan chiqib qoldi. Akalar, qandaydir yo'llar bilan qo'limizda 28 ming paydo bo'lib qopti. Hozir bilan Zaporojye olgani kiramiz. Qani mana shu joylar meniki bismillah. Ko'ryapsizlar, eng arzon mashina Zaporojye, eng chiroyli rangda. Zaporojye olib shular bilan ko'rsatib o'taman. Ko'rishinglar bugungi kun biz opodamizdan qolib ketgan mashinalarni beryapti, to'y shunga pulimiz yetdi. Mashina obzor qilamiz endi mana vizual qilib. Qancha Zaporojyemi edit qilib oldim, plus editga 5 balldan baho beramiz akalar. Endi bir tuningga olib kiraman deb pulni qarasam, pulim 3000 so'm qolibdi. Endi sekin bergan rizq terganlarimizni hisoblab
olaman desam bosilmayapti, asabim buzilib ketish shu joyga. Beeline DAF Comparish desam bosilib ketyapti akalar. Tık yozib paydo bo'lib qoldim. STO'da to'y stansiya texnologический обслуживание degani bu tuning klub degani o'qimaganlar uchun rus tilini o'qinglar akalar. Qarasam Jidemskiy diskalar bor ekan, kakras pulim yetar ekan. Hozir qo'yib sekin videochani ko'rsataman. Takoyan 25 ming turadigan mashinani 15 ming so'm diskalar bilan yomon turgan lekin Nitronga pul yetmay qoldi, alam qilyapti. Qarasam gayina so'kish ishlayapman, tanaffusga 5 foiz ko'paytirib qo'yibman. Hozir tanaffusni yo'q qilamiz akalar, yo'q qilamiz. Gaylar bir xursand bo'lsin. Dalchi mashina Atido tuning qila olmadim endi, pulim yetgancha tuning qildim akalar. Keyingi qismlarda mashina zo'rqilamiz. Agar bugungi video yoqqan bo'lsa, bilaman u men birinchi marta video chiqaryapman YouTube'ga. Og'zim o'lik bo'lishi mumkin, itak video yemasligi mumkin aka. Matryoshkadagi birinchi videomiz chas tugadi, qiziq bo'lsa kommentga yozinglar.